Nega mashq qilyapsan? Bu yerda o'lmasligim kerak. U yerdami, u yerdami? Nima farqi bor? Axir aytdim-ku, umuman iloji yo'q deb. Lekin yosh bola eplagan-ku. Lekin oddiy bola emas. Jahannamda tug'ilgan bola. Azob uqubatda toblangan, og'riqqa chiniqqan. Qachon o'zing o'ylagandan ko'proq jang qilasan. Qudratli ruhiy tulki bo'lmasa, o'limdan qo'rqash. O'limdan qo'rqaman. Unda chiq. Qanday? Xuddi o'sha bolaga o'xshab. Arqonsiz. Qo'rquv senga kuch beradi.